Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana men Gullan tumanidan keldim. Xorazm Gullan tumanidan keldim. Asalari shifo klinikasiga. Davolanmaya keldim. Belim og'riytan edi, belimda grija bor edi, kallam og'riytan edi, oyoqlarim qaqshab og'riytan edi. To'ngib og'riytan edi oyog'im. Shularım qalib ketdi. Yuragim sanchib og'riytan edi. Deri ichib yuratan, deri ichmay yura olmaytan edim. Hozir kelgandi mana bugun 7-kunimiz. Biram deri ichmadim. Ham merim yaxshi. Enkay olmaytan edim. Men shunday enkay olmaytan, enkayaman. Mana belim og'riytan edi, grijalarim. Oyoqlarimni deb ko'tara olmaytan edim mana. Ko'taraman mana ke. Bunday deb oyog'im shu yergacha kelgan emas. Shifo klinikasida xodimlarına rahmat.